Menga qarang, ana shu qizim borki, ko'pchilik erkaklar qilolmayotgan ishni qiladi. 5 minutda ana shu 2 kilolik somsachangizni yeb beradi. Agar mana shu qizingiz 5 minutda yeb bersa, bir pochka dollar beraman. 10 ming dollar. Olimga tushib, olim. Tamam, yuring. Mana somsa, mana bir pochka pul. Ketdi, davay, bosing. Bo'ldi, yuring, chiqing. Voy qayoqqa? Ha, yuring, qiz bola uyaladi, ebi. Bu qiz balada tepasida odam tursa ovqat yeya olmaydi, tushundingizmi? Au! Nima o'ylayapsiz? Jim turing. Shunga o'rgangan. Au desam yaxshi ovqatcha yeydi. Qo'lim ishib o'rnimda turolmayapman. Stolga taqiya kirsam, tez. Mana bo'ldi, Alisherjon, ko'rdingizmi? Ana, yeb bo'ldi, ha? Yeb qo'yli, yeb bo'ldingizmi? Mana va'daga vafo, hammasi sizlar. Yarmini men yedim-ku. Meniki qani? Ikkitamisizlar? Chiq ekalang ham. Puldiraqo. Kechirasiz. Bilmaysizmi hojatxona qayerda? Kuchukka o'xshab o'ylaysan, mashinyak. Mana svejisini olib boryapman. Alisher to'xta. Men oltin baliqman. Agar meni qo'yib yuborsang, xohlagan bitta tilagingni bajo keltiraman. Agar sen rostdan oltin baliq bo'lsang, yangi ochilgan Bosimbobo baliq restoranimga Bobur Mansurov kelsin. 5000 ga baliq oldim hozir. Aka, yo sizdan pul olmayman dedi. Kelganingizga rahmat deyaptilar. Mana 5 kilo baliqni solib berib, saboy. Endi Bosimboboda baliq ham bor. Nafaqat somsa. Mana 2 kilo, 3 kilolik somsalar tashqari 2 kilo, 3 kilolik endi baliqlarni pishirib sotyaptilar. 5000 bersangiz bo'ladi ham. Bo'ldi, 5000 beraman. 5 kilo baliqqa 5000, somsaga ham 5000 ha. Xullas shunaqa gaplar. Qo'ysanki, gaping rost bo'lsa, qani o'sha baliq? Pishirib uni Bobur Mansurovga savoy qilib berib buni. Yomma, mana shu taraflar ko'pligini qara. O'zi bitta sholdiradan bozim bor. Shuncha ishtirib shunga. Yabbana shakar. Shuncha kajilik tutib ishlasam lekin yotdan unda. Ya, ishladimmi? Quloq shundaqani dastida olib yashaman bo'lmay qoldi. Qo'yib yuborib, men quloq emasman. O'zlaringga mashina to'g'ri haydanglar-da. Bismillah. Vah. Bismillah. Yechi qo'y. Yoy, yoy. Yechi qo'y. Yoy, yoy. Yechi qo'y. Yoy, yoy. Tezroq bo'l. Hozir. Oy, oy. Isho qo'y. Yoy, yoy. Isho qo'y. Yoy, yoy. Isho qo'y. Oy, yoy. Bosimbobo baliqda kutib qolamiz, kelaverasizlar. Siz testosteronda aptekalardan izlamang. Testosteron Bosimboboda. Let's go. Welcome to the main event. Applying pressure, but I promise I ain't make it then. Halollik foydadan ustun degan bizning shiorimiz bor. Bosimbobo choyxonasida mana buqani ko'ryapsizlarmi? Bo'yimdan katta buqa. Agar shuni go'shtini kilogrammini topsangiz, sizga Bosimbobo baliqdan 10 kishilik davra, Bosimbobo choyxonasidan o salkam $300 bo'ladi. Shuni kommentariyaga tavakkal yozingda, do'stlaringiz bilan mehmon bo'lib keting. Avval podpiska bo'lgan bo'lishingiz shart. Ketishini qarang. Buni go'shtdan somsani yegandan keyin yana yegingiz keladi-da. Har kuni mana shunday buqalardan 4 ta, 5 ta so'yiladi. Siz bu buqani go'shtdan somsani yegandan keyin mana shuni sakratib yuborasiz aka. Siz mehr somsani yeganingizdan keyin любой odamning shunday burnidan ikki o'tkazib qo'tasiz-da. Buning somsa yeyapsiz. Shuncha ma'lumotdan keyin ham podpiska bosmay o'tiribsiz. Hoziroq bosib qo'ying jigar. Bu videoni do'stlarga yuborib qo'yib, do'stlar shuni yig'ib keladigan payt keldi mana.
Qayerga ekan? Jiyan, bor dadang mashinasini joyiga qo'yib kel, borasanmi? Chop. Men dadangga ham katta odamman. Tamam, bo'l. Bu mashinaga bojamga deb yopishtirib olibsiz. Bu bojamga bajarka o'zim yeliga olaman. Jiyan o'zi qarab ketsin. Uchrashuvga uylanyapman. Uchrashuv kim deb boradimi? Voy, yurak yordingizga kiyimimga nima qilibdi, bova? Yur, men seni joyga olib boraman. Assalomu alaykum. Biz shu oilaviy kiyim do'koniga xush kelibsiz. Ayollar va qizlar uchun, yosh bolalar uchun, erkaklar uchun ham barcha turdagi kiyim-kechaklarni topsangiz bo'ladi. Chemadan ham sotadi. Korobkali, original bilan birga ishlangan mamlakat lyuks ko'pya sumkalarimiz 99 mingdan. Shu desangiz, Miss Shop do'konida har kuni yil 12 oy chegirmalar bo'ladi. 59 ming, 85 ming, 99 mingdan ham ayollar kiyimlarini topsangiz bo'ladi. Xullas, Jizzax shahri Korzinkaning 3-qavatida joylashgan Miss Shop do'koniga kelasiz, oilaviy kiyim kiysangiz bo'ladi. Yangam bilan jiyanlarni ham olib keling. Qara, yoqdimi? Uchrashuvga qayerga borarding? Bironta marojnaxonaga boraman. Uchrashuvga degandan keyin mana shunaqa joyga olib keladi-da. O'zi qisqami? Kerak tuxsaman. Assalomu alaykum. Men bu bilan uchrashaman deb shuncha rasxot tagidan chiqib kelasan, bu bir molning tagidan chiqib kelyapti, voy. Ko'rpachagul, bilasizmi, men sizni yaxshi ko'raman. Sizga uylanaman. Sizga sovchi jo'nataman. Ha, kulishlaringizdan. Mana yoqqa ketasan, xullas. Otangga o'xshamay o'l. Uylanmasang nima qilasan qizlar dalda? Ular ham laqma siz chumoga ishlanadi. Kirasiga ko'zingni o'yib olaman agar yana bir marta. Mana shunday qilib qizlar bilan jursang, ha? Choyxona yoqdimi? Samsachalar zo'rika. Voy plas. Men sen nima deyapman? Ona, Sen ho'kiz yana qizlar bilan gaplashyapsanmi? bo'ldi, tavba qildim. Boshqa qaytarilmaydi. Boshqa qaytarilmaydi. Yo'q, qaytarilmaydi. Qilib insof bersin-da. Xullas, Ko'rpachagul, onam sizga uylanishimga qarshi. Uydan chiqmaydigan odobli qiz topdi. Shunga uylanaman. Bo'lim shunda o'ra ochiqmi? Kechagi olib bergan mehr samsangizga rozi bo'lasiz. Uylanmayotganing balo bormi silaman deb, o'ylang. Bo'ldi, tavba qildim. Ha, Shahzodaxon, qo'rmang. Bo'ldingmi, xotin ketdikmi? Alisher aka, onasi to'ydan oldin uydan chiqmagan xotinni olib beraman degandiku. To'g'ri topdilar, diskotekadan ko'chaga chiqmagan bu kishi. Yo'q, Alisher aka, siz noto'g'ri tushunmang. Adashganman-da, hozir tavba qilganman. Adushi. Men ham Tog'a, o'yla. Sen aytib keladida, qo'rqib ketdimi? tog'a uylanmoqchiman. Maslahat bering. Odamiga kelding-da, jiyan. Kamina xotinshunos olim, professor, xotinolog bo'laman. Qani, yur jiyan. To'ydan keyin jiyan, sigir bo'lib qolma. Xotining bo'lmasa, tindirmay sog'adi. Bo'lmasa, buqa bo'laymi, tog'a? Buqa bo'lsang jiyan, mana shuni shunday burningni o'tkazib oladi. Qayoqqa yetaklasa, shu yoqqa ketaverasan. O jiyan, sen meni yonimda yur, hamma kir-chikirigacha o'rgataman. Ey dadasi, turing. Uyda o'zi ish bitib yotibdi. Baqirma, menga o'rgatma, o'zing qil bor. Qilmaysizmi? O jiyan, sen agar xotinda aytganini qilsang, mana shunday eshak qatarimini olatda hamma aytganini qildiradi. Ey dadasi, hali ham aytgan shart qilmadingizmi? Baqirma, hozir o'zim bilib qilyapman-ku, xo'p dedi. O'g'ildi, qanday bo'ldi? Nima bu tog'amni oldiga olib keldingiz meni? Ha, kallangni ishlat, o'zi mana shunaqa xotindan qo'rqadiganlar xotin haqidagi hamma ikir-chikirlarni biladi. Shunaqa bo'lib qolmadi olib keldim. Xotindan umuman qo'rqmaslik kerak. Ha, hozir. Hamma paxtaga. Paxtaga. Unaqa paxtaga chiqarish yo'q bo'lib ketgan hozir. Yo'q bo'lib ketgan. Unda A sinfni yig'da, sinf tashlang. Tez bosim boboga. Hamma A sinf bosim boboga. Tandirda 7 ta somsa bor edi. 6 ta bo'lib qopti. Men bittasini sotgandim. Sotgandim. Xotin, tandirlarda ertalab 3,5 mingta somsa bor edi. 2,5 ming bo'lib qoptimi? Mingtasini sotdik-da. Sotdik. Olgandan keyin shunaqa serial oladi-da.